Assalomu alaykum, Raqamli yordam kanalimizga obunachilari. Sizlar bilan ko'rishtirganimdan yana bag'oyatda xursandman. Bugungi video darsligimiz oyiga $3000 dan $5000 gacha ishlasa bo'ladigan yo'nalishni ko'rsatib beraman va u yo'nalish haqida polностью batafsil ma'lumot beraman. Va videoni boshlamadan oldin bitta like bosib, videomiz yoqsa kommentariyada o'z fikrlarini yozib qoldirishni so'rayman va undan oldin Telegram kanalimizni ham tavsiya berib o'taman. Telegram kanalimizda biz YouTube kanalini qanaqa ochish, nomer tasdiqlash va nishalar haqida va yana YouTube bo'yicha bor ma'lumotlarni berib boraman. Qani bo'lmasa videomizni boshladik. Birinchi ko'rsatib o'tadigan kanalim 1,690,000 ta obunachi yig'gan, 485 ta video bilan atiga. 7 kunlik statistikasiga qaraganda 6,166,000 marta tomoshalar soni yig'gan va buni 1 oylik daromadi taxminan $39,000 dan $138,000 gacha ko'rsatyapti. Bu haqiqiy real natija emas, bu taxminiy daromad. Videolarga keladigan bo'lsak, oddiy laganchalar va qo'g'irchoqlarni o'ynab video qilinadi. Telefonda videoga tushirib qilinadi. Bu laganchalarni, o'yinchoqlarni O'zbekistonda topish iloji yo'q. Buni qayerdan olish haqida ham ko'rsatib beraman video oxirida. Undan oldin videoni qanday tayyorlash haqida gaplashib o'tamiz. Qo'g'irchoq 3 ta lagancha kerak bo'ladi va 3 ta laganchaga qo'g'irchoqlarni chiqarib, shunaqa ko'rinishda video ishlanadi va undan keyin MMDS idishlarni olib ichida shokoladlarni chiqarib bir-biriga to'kiladi. Shu ko'rinishda ishlanadi. Bunda bizga kerak bo'ladigan narsalar bitta gazon va ikkita LED, bitta yaxshisidan telefon kerak bo'ladi. Video tayyorlash uchun ham unchalik ko'p vaqt ketmaydi. Videolar daqiqasi 4 daqiqa, 3 daqiqa atrofida bo'ladi. Videoni ko'radigan bo'lsak, shu tartibda ketma-ketlikda o'yinchoqlar chiqarib o'ynaladi. Ketma-ketlikda. Ikkinchi kanalimizga o'tadigan bo'lsak, Zigzag World kanali. Bu kanal 628,000 ta obunachi yig'gan va 457 ta video bilan. Buni 7 kunlik statistikasiga keladigan bo'lsak, 11 million marta tomoshalar soni yig'gan va buni taxminiy daromadi $67,000 dan $201,000gacha ko'rsatyapti. Bu taxminiy daromad. Real hisob emas. Bunda ham videolar shu tartibda bir xil bo'ladi. O'yinchoqlar chiqariladi, shunaqa uriladi. Shu tartibda videolar olinadi. Va undan keyingi ko'radigan kanalimiz, bu kanalda ham 169,000 ta obunachi yig'gan va 379 ta video bilan. Bu 7 kunlik statistikasi 9 million prosmotr yig'gan va $222,000 dan $667,000gacha daromad qilyapti. Bu taxminiy daromad. Bu kanalda ham shunaqa bir xil tartibda ketadi videolar va buni eng mashhur videosiga kiradigan bo'lsak, 1 kun oldin yuklangan videosi 1,300,000 marta ko'rilgan. 11 kun oldin yuklangan videosi 1,200,000 marta tomosha qilingan. Oxirgi kanalni ko'radigan bo'lsak, 35 ta video bilan 1000 ta obunachi yig'gan. Va bu kanal yangi kanal. 14-yanvar kuni 2026-yil ochilgan. Video prosmotrlarga keladigan bo'lsa, 1 kun oldin yuklangan video 275,000 ta, 2 kun oldin yuklangan video 31,000 ta prosmotr olgan. Juda ham oson va kam vaqt sarflanadigan yo'nalish. Va bu qo'g'irchoqlarni, laganlarni va qo'shimcha yana o'yinchoqlarni qayerdan olamiz desanglar, O'zbekistonda Abisaxiy degan ilovasi bor. Abisaxiy va u Xitoydan mahsulotlarni yetkazib beradi. Va o'zbek tilida to'lov qilishlar ham o'zbek kartaga to'lov qilsanglar bo'ladi. Olib kelishda ham muammo bo'lmaydi. 20 kundan 25 kungacha yetkazib berishadi mahsulotingizni. Va bu ilovada o'yinchoqlarning nomini, laganlar nomini bilmasanglar, video konkret kanallar videolarini ko'rib turib, screenshot qilib rasmga olib turib, poisk bo'limida rasm orqali qidirish bo'limi bor. Bu joyda masalan menga mana shu qo'g'irchoq kerak. Qo'g'irchoqni tashlaysizlar va u sizga namuna sifatida bir qancha qo'g'irchoqlarni chiqarib beradi. Va bu qo'g'irchoqlarni zakaz bermasdan oldin buni santimetrga e'tibor berishinglar kerak. Santimetrga e'tibor berishinglar kerak. Masalan, ichiga kirasizlar. Namuna sifatida 2-3 xil qo'g'irchoq ko'rsatadi. Bunaqasidan bor, qorasidan bor. Iloji boricha 2 ta oq, bitta qora, 2 ta qora, bitta oq olishinglarni maslahat beraman. Masalan, bu oq qo'g'irchoq 28 sm ekan, 43,700 so'm ekan atiga. Bitta qo'g'irchoqning o'zi. Shunaqa qilib, masalan, endi lagancha kerak menga. Lagancha kerak bo'lsa, laganni screenshot qilib olib turib,
Shunday tashlaysizlar va namuna sifatida bir qancha laganlarni chiqarib beradi. Bu joyda o'zingizlarga to'g'ri keladigan laganni tanlab va ichiga kirib, u lagan bilan tanishib chiqib, santimetrlarni ko'rib, shunaqa qilib zakaz berishingizni so'rab qolaman. Masalan, mana bu o'yinchoq kerak. O'yinchoqni ham qidirib ko'ramiz, chiqarib beradimikan. Shunga o'xshash namuna sifatida bir qancha o'yinchoqlarni chiqarib beradi. O'zingizlarga xohlagan narsalarni, mahsulotlarni rasm orqali qidirib zakaz bersanglar bo'ladi. Bugungi videomiz shu bilan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.